Bugun men juda og'ir va ko'pchilikni xavotirga solayotgan mavzuni ochiq tushuntirib bermoqchiman. 6 yoshdan keyin davolamaydilarmi? Shifoxonalarga yashirin buyruq berilganmi? Keksalarni qabul qilmaslik, operatsiya qilmaslik yoki dori bermaslik holatlari qonuniymi? Bu savollar hozir juda ko'p oilalarda muhokama qilinyapti. Ayniqsa ota-onasi, buvisi, bobosi, qarindoshi kasalxonaga tushgan odamlar orasida. Men sizga bugun hissiyot bilan emas, huquq, tibbiyot amaliyoti va real hayotdagi holatlar asosida tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga kerak. Chunki bugun 6 yoshdan oshgan inson haqida gapiryapmiz. Ertaga bu savol bizning o'zimizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday mavzularni ko'proq odam bilsa, shunchalik kam odam aldov, qo'rquv va befarqlik qurboni bo'ladi. Avval bir narsani aniq aytaman. Yoshning o'zi insonni davolamaslik uchun asos bo'la olmaydi. 6 yosh, 7 yosh yoki 20 yoshdan oshgan odam ham bemor sifatida yordam olish huquqiga ega. Shifokor bemorni ko'rishi, holatini baholashi, kerak bo'lsa tekshiruv tayinlashi, davolash rejasini tushuntirishi shart. Lekin hayotda odamlar nimadan shikoyat qilyapti? Onam 6 yoshda kasalxonaga olib bordik, joyi yo'q deyishdi. Otam 72 yoshda. Operatsiya xavfli deb qaytarishdi. Buvimni tez yordam olib bordi. Faqat ukol qilib uyga chiqarib yuborishdi. Shifokor yoshini ko'rib, baribir foydasi yo'q dedi degan gaplar juda ko'p uchrayapti. Mana shu yerda muhim farq bor. Bir holatda tibbiy asos bo'lishi mumkin. Masalan, bemorning yuragi juda zaif, narkoz ko'tara olmaydi. Operatsiya foydasidan ko'ra xavf ko'proq. Bunday vaziyatda shifokor operatsiya qilmaslikni tavsiya qilishi mumkin. Lekin u buni oddiygina yoshi katta deb emas, aniq tibbiy ko'rsatkichlar bilan izohlash kerak. Ikkinchi holat esa beparvolik, mas'uliyatsizlik yoki noqonuniy cheklash bo'lishi mumkin. Bemorni tekshirmasdan, hujjat bermasdan, yozma asos ko'rsatmasdan qaytarib yuborish. Mana shu ikkinchi holat xavfli va odamlar aynan shundan shikoyat qilmoqda. Ilgari ko'p oilalarda bitta tushuncha bor edi. Keksa odam kasal bo'lsa, shifoxona baribir qabul qiladi. Shifokor ko'radi, kerak bo'lsa yotqizadi. Odamlar tibbiyot tizimidan kamida shuni kutardi. Hozir esa aholining yoshi ortyapti. Surunkali kasalliklar ko'payyapti. Shifoxonalarda navbat, joy yetishmasligi, dori-darmon xarajatlari, tekshiruvlar narxi, mutaxassisga kirish qiyinligi kabi muammolar kuchaydi. Natijada ayrim joylarda bemorga individual yondashish o'rniga yoshi katta ekan, surunkali kasallik ekan, uyda davolansin, reanimatsiyada joy yo'q degan javoblar ko'paygan. Lekin tizim qiyin bo'lgani uchun bemorning huquqi yo'q bo'lib qolmaydi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Shifoxonada joy bo'lmasligi mumkin, lekin bemorni ko'rmaslik mumkin emas. Operatsiya xavfli bo'lishi mumkin, lekin xavfni hujjatda asoslamaslik mumkin emas. Dori ro'yxatda bo'lmasligi mumkin, lekin bemorga muqobil davolash yo'lini tushuntirmaslik mumkin emas. Bizda buyruq bor. 6 yoshdan keyin qabul qilmaymiz degan gap aytilsa, siz darhol hushyor tortishingiz kerak. Chunki bunday gap og'zaki aytilsa, u ko'pincha mas'uliyatdan qochish uchun ishlatiladigan bahona bo'ladi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Tibbiyotda ichki ko'rsatmalar, klinik protokollar, yo'riqnomalar bo'lishi mumkin. Masalan, qaysi kasallikda qaysi dori beriladi, qaysi holatda operatsiya qilinadi, qaysi bemor reanimatsiyaga olinadi, qaysi holatda boshqa markazga yuboriladi. Bu normal holat. Lekin 6 yoshdan oshganlarni davolamanglar degan mazmundagi cheklov adolatli ham, tibbiy ham, insoniy ham emas. Agar kimdir shunday maxfiy buyruq bor desa, siz undan yozma asos so'rashingiz kerak. Og'zaki gap bilan odam hayoti hal qilinmaydi. Masalan, sizning otangiz 64 yoshda qon bosimi ko'tarilib, ko'kragida og'riq bo'ldi. Tez yordam olib bordi. Shifoxonada yoshi katta, yuragi avvaldan kasal ekan, uyga olib ketinglar deyishdi. Bu holatda savol shunday bo'lishi kerak. Elektrokardiogramma qilindimi? Qon tahlilida yurak fermentlari tekshirildimi? Insult yoki infarkt xavfi baholandimi? Shifokor yozma xulosa berdimi? Agar bular qilinmagan bo'lsa, muammo yoshda emas, tibbiy yordam to'liq ko'rsatilmaganida. Yana bir misol, onangiz 70 yoshda tizza bo'g'imi og'riydi. Yurishga qiynaladi. Siz operatsiya so'radingiz. Shifokor bu yoshda operatsiya qilmaymiz dedi. Aslida to'g'ri javob bunday bo'lishi kerak. Bemorning yurak holati, qandli diabeti, buyrak faoliyati, qon ivishi, narkoz xavfi baholanadi. Agar xavf yuqori bo'lsa, operatsiya vaqtincha rad etiladi yoki tayyorgarlikdan keyin ko'riladi.
Agar umumiy holat yaxshi bo'lsa, 70 yoshning o'zi operatsiyani taqiqlamaydi. Dunyoda 75 yoshda ham. Ko'ngil yoshda ham muvaffaqiyatli operatsiya qilinadigan bemorlar bor. Muhim narsa pasportdagi yosh emas, organizmning real holati. Agar sizning oilangizda 60 yoshdan oshgan inson bo'lsa, ayniqsa unda yurak kasalligi, qandli diabet, qon bosimi, buyrak yetishmovchiligi, jigar kasalligi, insultdan keyingi holat, onkologik kasallik yoki nafas qisishi bo'lsa, siz oldindan hujjatlarni tartibga solishingiz kerak. Chunki shoshilinch holatda odamlar ko'pincha hujjat qidirib qoladi. Avvalgi tahlillar yo'qolgan bo'ladi. Qaysi dori ichishini hech kim aniq bilmaydi. Shifokor esa vaqt yo'q paytda qaror qabul qilishi kerak bo'ladi. Ammo shu tartibsizlik ba'zan noto'g'ri qarorga olib keladi. Masalan, 37 yoshli erkak kishi kechasi nafas qisishi bilan olib kelindi. Qarindoshlari faqat bosimi bor dedi. Aslida u 10 yildan beri yurak yetishmovchiligi bilan yurarkan, lekin hujjatlari uyda qolgan. Ichadigan dorilarning nomini hech kim bilmadi. Shifokor bemorni ko'radi, lekin to'liq ma'lumot bo'lmagani uchun vaqt ketadi. Agar oilada oldindan bitta papka tayyor bo'lganda, unda tashxislar, dorilar, allergiya, oxirgi tahlillar yozilganda yordam tezroq va aniqroq bo'lardi. Vahimaga tushmasligi kerak bo'lganlar ham bor. Agar 60 yoshdan oshgan odam umumiy holati yaxshi, yuragi nazoratda, qand ko'rsatkichi tartibda, qon bosimi davolanayotgan bo'lsa, faqat men 60dan o'tdim, endi meni davolashmaydi deb qo'rqib yurish kerak emas. Bu qo'rquvning o'zi odamni shifokorga bormaslikka olib keladi. Eng katta xatolardan biri shuki, keksalar baribir foydasi yo'q, meni hech kim qaramaydi deb kasallikni o'tkazib yuboradi. Natijada oddiy davolanadigan holat og'irlashadi. Birinchi vaziyat, tez yordam chaqiriladi. Bemor keksa, lekin shifoxonaga olib ketilmaydi. Bu yerda savol berish kerak, tez yordam brigadasi qanday tashxis qo'ydi? Bosim, puls, kislorod miqdori, harorat qanday o'lchandimi? Elektrokardiogramma kerakmidi? Shifoxonaga olib ketmaslik sababi yozildimi? Agar bemor hushsiz bo'lsa, nafas olishi qiyin bo'lsa, ko'krak og'rig'i bo'lsa, nutqi buzilsa, qo'l oyog'i ishlamay qolsa, kuchli qon ketish bo'lsa, bular shoshilinch belgilar hisoblanadi. Bunday holatda yoshi katta deb uyda qoldirish juda xavfli. Ikkinchi vaziyat, poliklinikada navbat ko'p, keyin keling deyishadi. Albatta, rejalashtirilgan ko'riklarda navbat bo'lishi mumkin. Lekin keksa bemorda ahvoli og'ir bo'lsa, masalan, qon juda yuqori, oyoqda yana bosim 200 ga chiqqan, kuchli bosh aylanish, hushdan ketish bo'lsa, bu oddiy navbat masalasi emas. Bunday paytda shifokordan bemorning holati shoshilinchmi yoki yo'qmi, yozma ko'rsatma bering deb so'rash kerak. Ko'p hollarda odamlar muloyim, lekin qat'iy so'rasa munosabat o'zgaradi. Uchinchi vaziyat, operatsiya rad etiladi. Men yana takrorlayman, har bir operatsiya hammaga ham mumkin emas. 80 yoshli bemorda yurak juda zaif bo'lsa, katta operatsiya uni ko'tara olmasligi mumkin. Lekin rad etishning tartibi bo'lishi kerak. Sizga anesteziolog xulosasi, kardiolog xulosasi, operatsiya xavfi, muqobil davolash usuli tushuntirilishi kerak. Agar yoshi katta bo'ldi deysa, bu yetarli asos emas. 4-vaziyat, dori yoki imtiyoz berilmaydi. Ayrim kasalliklar bo'yicha bepul yoki imtiyozli dorilar bo'lishi mumkin. Lekin odamlar ko'pincha ro'yxatni bilmaydi, shifokordan so'ramaydi, reseptni to'g'ri rasmiylashtirmaydi. Keyin bizga hech narsa berishmadi deb qoladi. Bu yerda ham hujjat muhim. Tashxis aniq yozilganmi? Dispanser nazoratiga olinganmi? Imtiyozga asos bormi? Qaysi dorilar ro'yxatda bor? Qaysi dorilarni o'zi sotib olishi kerak? Bularning barchasini so'rash kerak. Endi juda muhim nozik masalani tushuntiraman. Ba'zan qarindoshlar shifokordan imkonsiz narsani talab qiladi. Masalan, bemor Martagazin 5 yoshda bir necha og'ir kasalligi bor, o'zi nafas ola olmayapti. Buyrak ishlamayapti. Yurak juda zaif. Qarindoshlar har qanday yo'l bilan operatsiya qiling deydi. Shifokor esa operatsiya bemorni qutqarmasligini, aksincha azobini kuchaytirishini aytadi. Bu holatda shifokorning rad etishi davolamaslik emas, zarar yetkazmaslik tamoyili bo'lishi mumkin. Tibbiyotda har doim foyda va xavf tarozisi bor. Bemorning yoshidan tashqari, kasallik bosqichi, umumiy ahvoli 10 darajasi. Nafas olishi, yurak, buyrak, jigar faoliyati hisobga olinadi. Lekin ikkinchi tomondan ayrim shifokorlar yoki muassasalar aynan shu murakkablikdan foydalanib, bemorni ortiqcha tashvish deb ko'rishi mumkin. Keksa odam, natija yaxshi bo'lmaydi, joy band qilmasin degan yondashuv mutlaqo noto'g'ri.
Keksalarning ham og'rig'ini kamaytirish, nafasini yengillashtirish, infeksiyani davolash, bosimni tushirish, qandini nazorat qilish. Parvarish bo'yicha ko'rsatma berish, kerak bo'lsa palliativ yordam ko'rsatish huquqi bor. Davolash faqat operatsiya yoki reanimatsiya degani emas. Ba'zan to'g'ri parvarish, to'g'ri dori, to'g'ri ovqatlanish, yara parvarishi, og'riqni nazorat qilish ham inson hayotini sezilarli yengillashtiradi. Yana bir nozik jihat yozma rad javobi masalasi. Ko'pchilik yozma javob so'rashdan uyaladi yoki qo'rqadi. Men esa doim aytaman. Yozma javob so'rash janjal qilish emas. Bu madaniyatli, qonuniy va aniq yo'l. Agar shifokor haq bo'lsa, u xulosasini yozib beradi. Agar rad etish og'zaki bahona bo'lsa, yozma javob so'ralganda ko'pincha vaziyat o'zgaradi. Chunki hujjat mas'uliyatni talab qiladi. Birinchidan, telefon orqali tanish topmasangiz, hech kim qaramaydi degan fikrga berilmang. Ha, tanish bilish muammosi bor, lekin har bir holatda huquqiy yo'lni ham ishlatish kerak. Ariza, murojaat, navbatchi shifokor, bo'lim mudiri, bosh shifokor, sog'liqni saqlash boshqarmasi, ishonch telefoni kabi yo'llar bor. Tizim faqat tanish bilan ishlaydi deb o'ylash odamni past qiladi. Ikkinchidan, pul bermasangiz keksalarni yotqizishmaydi degan umumiy xulosaga ham ehtiyot bo'ling. Agar sizdan noqonuniy pul so'rasa, bu alohida masala va buni hujjatlashtirish, shikoyat qilish kerak. Lekin har bir pullik xizmat korrupsiya emas. Ayrim tekshiruvlar pullik bo'lishi mumkin. Ayrim dorilar davlat hisobidan berilmasligi mumkin. Siz farqini so'rashingiz kerak. Bu xizmat rasmiy pullikmi? Kassaga to'lanadimi? Narx ro'yxati bormi? Chek beriladimi? Agar qo'lga berasiz deyilsa, bu xavfli signal. Uchinchidan, ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali gaplarga darhol ishonmang. Hamma joyda 6 yoshdan keyin davolash to'xtatildi. Maxfiy buyruq chiqdi. Keksalarni ro'yxatdan chiqarishmoqda kabi gaplar dalilsiz tarqalsa, u odamlarni qo'rqitadi. Men dalil so'rashni maslahat beraman. Qaysi muassasa, qaysi sana, qaysi hujjat, kim aytdi, yozma javob bormi? Agar faqat eshitdim, aytishdi, Telegramda ko'rdim bo'lsa, bu yetarli emas. Lekin shikoyatlar ko'p bo'lsa, ularni ham e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Har bir real holat hujjat bilan ko'tarilishi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy va aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam, keksalar uchun tibbiy papka tayyorlang. Unda pasport nusxasi, tibbiy karta ko'chirmalari, oxirgi tahlillar, elektrokardiogramma, ultratovush, rentgen yoki tomografiya xulosalari, qaysi dorilarni ichishi, qaysi doriga allergiyasi borligi, ilgari qaysi operatsiya bo'lgani yozilsin. Alohida varaqda katta harflar bilan doimiy dorilar deb yozing. Masalan, ertalab qaysi dori, kechqurun qaysi dori, dozasi qancha. Shoshilinch holatda bu oddiy varaq shifokorga juda katta yordam beradi. Ikkinchi qadam, shifokor bilan gaplashganda aniq savollar bering. Nima bo'ladi endi deb umumiy so'ramang. Tashxis nima? Qaysi tekshiruv asosida aytyapsiz? Uyda davolanish mumkin bo'lsa, qaysi belgilarda darhol qaytishimiz kerak? Yotqizilmasa, sababi nima? Operatsiya rad qilinsa, qaysi xavf sabab, muqobil davolash bormi? Yozma xulosa bera olasizmi deb so'rang. Savol aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. Uchinchi qadam, og'zaki rad javobini qabul qilib ketavermang. Agar bemorni qabul qilishmasa, yotqizishmasa, operatsiya yoki tekshiruvni rad etishsa, muloyim ohangda iltimos rad etish sababini tibbiy hujjatda yozib bering deng. Agar shifokor yozmasa, bo'lim mudiri yoki navbatchi mas'ul shaxsga murojaat qiling. Siz urishishingiz shart emas. Faqat men bemorning qarindoshi sifatida hujjatli asos so'rayapman deb ayting. 4-qadam, ariza yozishni biling. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Masalan, falon kuni, falon soatda falon shifoxonaga orintakis yoshli bemor falon ma'lumotlar bilan olib kelindi. Bemorni yotqizish rad etildi. Rad etish sababi og'zaki aytildi. Yozma xulosa berilmadi. Holat bo'yicha tekshiruv o'tkazib, yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, murojaat jiddiy ko'riladi. Hamma yomon, hech kim qaramadi degan umumiy gap esa ko'pincha natija bermaydi. 5-qadam, zarur bo'lsa, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Avval muassasa ichida navbatchi shifokor, bo'lim mudiri, bosh shifokor bilan gaplashing. Natija bo'lmasa, tuman yoki viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga yozing. Shoshilinch va xavfli holatda tez yordamni qayta chaqirishdan tortinmang. Agar bemor hayoti xavf ostida bo'lsa, kecha boruvdik, qaytarishdi deb uyda kutish noto'g'ri. Holat yomonlashsa, qayta murojaat qilish kerak. 6-qadam. Bemorning roziligi va fikrini ham hurmat qiling.
Keksa odamning o'zi ham qaror jarayonida ishtirok etishi kerak. Agar ongi joyida bo'lsa. Ba'zan farzandlar o'zlari qaror qiladi, bemorga hech narsa tushuntirmaydi. Bu ham noto'g'ri. Davolash usuli, xavf, foyda, uyda parvarish, og'riqni kamaytirish masalalari bemorning o'ziga tushunarli tilda aytilishi kerak. Keksalik insonning ovozini yo'q qilmaydi. 7-qadam, parvarishni davolashdan ajratmang. Ko'p keksa bemorlar dori ichadi, lekin ovqatlanishi yomon, suyuqlik ichmaydi, harakat qilmaydi. Yotoq yarasi paydo bo'ladi, qon nazorat qilinmaydi, keyin holat og'irlashadi. Uyda parvarish qilayotganlar bo'lsin va qonni yozib borishi, tana haroratini kuzatishi, oyoqdagi shish, nafas qisishi, siydik kamayishi, hushyorlik o'zgarishi kabi belgilarni e'tibordan chetda qoldirmasligi kerak. Shifokorga borganda 3 kundan beri ahvol yomon demasdan aniq kundalik ko'rsatkichlarni ko'rsatsangiz qaror tezroq bo'ladi. Men alohida sanab o'taman, chunki bu ko'p oilalar hayotini saqlab qolishi mumkin. Agar keksa odamda ko'krakda bosuvchi og'riq, chap qo'lga yoki jag'i tarqaladigan og'riq, to'satdan nutq buzilishi, yuz qiyshayishi, qo'l yoki oyoq ishlamay qolishi, hushdan ketish, kuchli nafas qisishi, lablar ko'karishi, qon qusish, qora najas, to'xtamaydigan qon ketish, qon juda yuqori yoki juda past bo'lishi, tana harorati tushib ketishi yoki juda ko'tarilishi, siydik chiqmay qolishi, kuchli suvsizlanish belgisi bo'lsa, kutmang. Ertaga poliklinikaga boramiz deyish bunday holatda xavfli. Tez yordam chaqiring va alomatlarni aniq ayting. Agar sizga yoshi katta uyda kuzating deyishsa, qaysi belgida qayta chaqirish kerakligini so'rang. Masalan, nafas soni oshsa, kislorod tushsa, bosim tushib ketsa, hushyorlik pasaysa, og'riq kuchaysa, harorat tushmasa qayta murojaat qilish kerak. Buni yozib oling, chunki stress paytida odam esdan chiqaradi. Men faqat bemor tarafini emas, shifokor tarafini ham tushunaman. Ko'p shifokorlar juda katta bosim ostida ishlaydi. Bemor ko'p, vaqt kam, hujjat ko'p, asbob uskunalar yetishmasligi mumkin. Qarindoshlar ba'zan tajovuzkor bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir holatda shifokorni dushman ko'rish noto'g'ri. Eng yaxshi natija hamkorlikda bo'ladi. Lekin hamkorlik degani savol bermaslik, hujjat so'ramaslik, nima desa bo'ldi deb ketish degani emas, hurmat bilan. Lekin qat'iy turish kerak. Yaxshi shifokor sizning savollaringizdan qo'rqmaydi. U tushuntiradi, sababini aytadi, xavfni ko'rsatadi, muqobil yo'l beradi. Muammo savoldan qochadigan, yozma asos bermaydigan, bemorni yoshi tufayli qadrsiz ko'radigan yondashuvda. Bizning maqsadimiz shifokor bilan urushish emas, bemorga kerakli yordamni olish. Men bugungi mavzuni bitta asosiy fikr bilan yakunlayman. Oltin yoshdan oshgan insonni faqat yoshi sababli davolamaslik to'g'ri emas. Tibbiy xavf bo'lishi mumkin, operatsiya cheklanishi mumkin, reanimatsiya masalasida murakkab qarorlar bo'lishi mumkin. Lekin bularning hammasi aniq tekshiruv, hujjat va tushuntirish bilan bo'lishi kerak. Og'zaki buyruq bor, yoshi o'tgan, foydasi yo'q degan gaplar bilan bemor taqdiri hal qilinmasligi kerak. Sizning vazifangiz vahimaga tushish emas, tayyor bo'lish. Hujjatlarni yig'ing, savollarni aniq bering, yozma xulosa so'rang, kerak bo'lsa ariza yozing, shoshilinch belgilarini bilib oling. Keksalarimizning hayoti, og'rig'i, qadr-qimmati befarqlikka tashlab qo'yilmasligi kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday holatga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi vaziyat bo'ldi, qanday javob berishdi, qanday yechim topdingiz. Bu boshqa odamlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi, buvisi, bobosi bor insonlarga albatta yuboring. Chunki bu ma'lumot bir kun kelib kimningdir hayotini saqlab qolishi mumkin.